Xalq farovonligi, jamiyat rivoji, davlat taraqqiyoti yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar bugun Kattaqo'rg'on shahrida ham o'z natijasini ko'rsatmoqda. Zero keyingi 5 yil ichida har jabhada bo'layotgan keng ko'lamdagi bunyodkorlik ishlarining samarasi o'laroq bugun shahrimiz yanada chiroy ochdi. Baland binolar, muhtasham inshootlar va ravon yo'llar barpo etildi. Qarangki, bundan 5 yil avval shaharni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yo'lida muhim qadam qo'yildi. Ya'ni davlatimiz rahbarining xotin-qizlarni davlat boshqaruvi sohasidagi rolini oshirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasidagi tashabbuslari bilan shaharga ayol hokim rahbar etib tayinlandi. Ilk hokimlik faoliyati ayni pandemiya davriga to'g'ri kelganligini va o'sha vaqtdagi shaharning iqtisodiy holatini shahar hokimi Gavhar Alimova shunday xotirlaydi. Niyatim bor edi, haqiqatan Samarqandga bir mehnat qilish. Bu taklifni juda xursand bo'lib qabul qilganman, albatta. Kelib ishladim, lekin juda hamma muammo pastda ekan. To'g'risini aytsam, 1 yil 3 oy men uchun juda og'ir bo'ldi. Chunki respublika tashkilotida 13 yil ishladim. Jami 27 yil Toshkentda ishladim, lekin viloyatga kelib ishlaganim mana shu 27 yillik faoliyatim bir bo'ldi-yu, ayniqsa Kattaqo'rg'on shahriga hokim bo'lib ishlaganim bir bo'ldi. Mana shu 27 yil bilan 1 yil, 2 yilni taqqoslash mumkin. Chunki hamma muammo pastda, muammoni o'zingiz yechishingiz kerak. Yaxshi yomon bilan gaplashishingiz kerak, ko'ngliga yo'l topish kerak. O'zi bo'lmaydi, shaharda juda yo'nalishlar katta, muammo juda ko'p, 30-40 yil davomida qilinmagan ishlar, juda qiynaldim. To'g'risini aytsam, 2-3 oy juda qiyinchilik bo'ldi. Lekin shu qiyinchiliklarimda ko'proq maslahat bilan ish tutish, keyin juda ham shahar xalqi, ziyoli xalq, juda ham saxovatpesha, tadbirkorlar juda ham ko'p. Nima yordam qilinadigan bo'lsa, maslahat qildik. Juda ham katta yordamlar bo'ldi. Endi 2 milliard so'mlik xalqqa yordamni bevosita mana shu xalqni o'zi qildi. To'g'risini aytsam, kelganimda hokimiyat hisob raqamida 2 million pul bor edi. Men faoliyatimda mana shu 1 yilda 1 milliard pul tushdi. Shu xalq berdi. Odamlar, tadbirkorlar, saxovatpesha insonlar mana shu 1 milliard pul bilan biz juda ko'p ishlarni qildik va 2 milliard bevosita xalq uchun saxovat ko'mak harakati doirasida yordam ko'rsatildi. Qiyinchilikdan qo'rqmagan odam eplab ketar ekan. Albatta, ushbu davrda Kattaqo'rg'onlik faollarning maslahatlari, qo'llab-quvvatlashlari ostida shahar hokimi Kattaqo'rg'on shahrini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha o'zining fikrlari va tashabbuslarini ilgari surdi. Muhimi, shahar hokimining sa'y-harakatlari davlatimiz rahbari tomonidan qo'llab-quvvatlandi va 2020-yil 23-sentyabrda Vazirlar Mahkamasining 2020-2022 yillarda Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 590-sonli qarori qabul qilindi. Bugun shaharning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, aholi farovonligini ta'minlash yo'lidagi barcha sohalardagi bunyodkorlik ishlarini ushbu qaror ijrosining natijasi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Kattaqo'rg'on shahrida aholi bandligini ta'minlash, shaharni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda investitsion loyihalarning ahamiyatidan kelib chiqib, tadbirkorlikni rivojlantirish, xorijiy va mahalliy dasturlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Shaharda hududiy investitsiya dasturlari ijrosi bo'yicha 836 milliard so'mlik 15 ta loyihalar ishga tushirilib, 266 ta ish o'rni yaratildi. Hududiy eksport ijrosi bo'yicha 2020-2024 yillar davomida 120 million dollar qiymatdagi sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti amalga oshirildi. Birgina o'tgan yilda qiymati 15 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etilgan. Shuningdek, Ingichka qo'rg'onida Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining 1 va 2 boyitish fabrikasi ishga tushirilib, volfram ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi hamda 200 nafardan ortiq mahalliy aholining bandligi ta'minlandi. Bugun Kattaqo'rg'on shahrida olib borilayotgan islohotlar haqida so'z ketganda, shahrimizdagi yo'l infratuzilmasini yaxshilash borasidagi ishlarni e'tirof etish o'rinli. Zero bu boradagi ishlar samarasi o'laroq mahallalardagi 128 kilometr uzunlikdagi ichki ko'chalarga asfalt yotqizildi.
Amir Temur ko'chasi tubdan obodonlashtirildi. Yo'llarning tekis va ravon bo'lib, manzillari yaqin bo'lganidan ayniqsa aholi mamnun. Amir Temur va Zarifobod ko'chalarini bog'lovchi 10 milliard so'mlik yangi ko'prik qurildi. Xuddi shu yerda hamshahrimiz Ikkinchi jahon urushi yillarida 13 nafar bolalarni o'z bag'riga olgan Hamid Samatov jasoratini aks ettirgan monument barpo etildi. Shuningdek, 37 ta ko'p qavatli uylar mukammal ta'mirlandi. 8 ta yangi 7 va 12 qavatli 624 kvartirali uy-joylar qurilib, aholiga foydalanishga topshirildi. O'tgan yillar davomida 10 dan ortiq davlat tashkilotlari yangidan qurib berildi. Xususan, shahar soliq inspeksiyasi, mudofaa ishlari bo'limi, ko'zi ojizlar kutubxonasi, 50 ming kitob fondiga ega bo'lgan axborot kutubxona markazi, ishbilarmonlar markazi, inson ijtimoiy xizmatlari markazi, maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi, madaniyat saroyi va boshqa shu kabi yangi binolarda xodimlarning samarali faoliyat yuritishlari uchun munosib sharoitlar yaratildi. Kattaqo'rg'on shahridagi mazkur ishlarni amalga oshirilishi natijasida turli manbalar hisobidan jami 1 trillion 335 milliard so'mlik mablag'lar sarflandi. Aholiga madaniy xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida Kattaqo'rg'on suv omborida kattaqo'rg'onlik tadbirkor tomonidan madaniyat va turizm klasteri tashkil qilindi. Zamonaviy, barcha qulayliklarga ega bo'lgan markazni kelgusida nafaqat Kattaqo'rg'on shahri, balki viloyat va respublikadagi yirik turizm va madaniyat maskaniga aylantirish ko'zda tutilgan. Shuni aytish joizki, o'tgan yillar davomida shahardagi savdo markazlarida ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilib, aholiga xizmat ko'rsatish uchun qulay shart-sharoitlar yaratildi. Mahalla bu nafaqat milliy qadriyatlarni tarannum etuvchi hamjihatlik, birodarlik maskani, balki u bugun xalq bilan davlat o'rtasidagi ishonchli ko'prikka aylanib ulgurgan mustahkam tuzilmadir. Shu boisdan ham shahar hokimi faoliyatining ilk kunlaridanoq ushbu masalaga alohida e'tibor qaratdi. Uning sa'y-harakatlari bilan shahardagi 20 dan ortiq mahalla binolari yangidan barpo etildi. Mavjud 36 ta mahallaning moddiy-texnik bazasi yaxshilandi. Xodimlarning faoliyat yuritishlari uchun barcha sharoitlar yaratildi. Aholi farovonligiga erishishda ularning bandliklarini ta'minlash muhim rol o'ynaydi. Albatta, bunda fuqarolarni kasb-hunar o'rganishlari uchun zarur sharoitlar bo'lishi lozim. Shunga ko'ra, aholini kasb-hunarga o'qitish va bandligini ta'minlash maqsadida shahrimizda 2000 o'rinli tumanlararo mono markazi tashkil etildi. Ayni vaqtda ishsiz fuqarolar, xotin-qizlar va yoshlar 30 dan ortiq kasblarga o'qitilmoqda. 3-Renessans maktab ostonasidan boshlanadi. Shu boisdan ham uning sifat va samaradorligini oshirish eng muhim masala sifatida qaraladi. Shunga ko'ra, shahar hokimining sa'y-harakatlari bilan oxirgi 5 yilda 2 ta maktab uchun 19 milliard so'mlik yangi binolar barpo etildi. Qariyb 12 milliard so'mlik 4 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil etildi. 12 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari hamda 17 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 22 milliard so'mlik joriy va kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. 12 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari hamda 15 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarining moddiy-texnik bazasi yangilanib, qamrov darajasi 76% dan 90% ga oshirildi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, shahar hokimining tashabbusi hamda davlatimiz rahbarining qo'llab-quvvatlashi ostida oliy ta'lim muassasasi Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filialining ochilgani kattaqo'rg'onliklar uchun juda katta sovg'a bo'lgan edi. Talabalar uchun 4000 o'rinli yangi o'quv binosi va 500 o'rinli talabalar yotoqxonasi foydalanishga topshirildi. Bugun filialda 2000 dan ortiq yoshlar tahsil olmoqdalar. Aholi salomatligini saqlash shaharda olib borilayotgan islohotlarning asosini tashkil qiladi. Bu borada sog'liqni saqlash tizimida aholiga malakali tibbiy xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Tibbiyot birlashmasiga skrining, gemodializ, laparoskopik, multispiral kompyuter tomografik apparatlari keltirildi. Navbahor mahallasida 1-sonli oilaviy poliklinikasining tashkil etilgani aholi uchun katta qulaylik yaratdi. Ushbu poliklinika bugun shaharning 40 mingdan ortiq aholisiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ayollar daftariga kiritilgan uy-joyga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida homiylar mablag'i hisobidan Yakkabog' mahallasida barcha qulayliklarga ega 14 xonadonli ijtimoiy uy barpo qilinib, foydalanishga topshirildi. Shuningdek, Navbahor hamda Yermachit mahallalarida ham shunday ijtimoiy uylar tashkil etildi. Xotin-qizlarning tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash orqali 36 ta mahallada hunarmandchilik markazlari tashkil etilib, 70 nafardan ortiq xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi.
Biz shahardagi ulkan o'zgarishlar, aholi farovonligini yaxshilash yo'lida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari haqida uzoq gapirishimiz mumkin. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bugun Kattaqo'rg'on shahrida amalga oshirilayotgan bu kabi ulkan bunyodkorlik ishlari, aholi turmush sharoitini yaxshilash yo'lidagi islohotlarni amalga oshirishda shahar hokimi Gavhar Zoirovnaning sa'y-harakatlari, tashabbuslarini e'tirof etish o'rinli. Bugun shahrimiz aholisi bu islohotlardan rozi. Tashabbuskor va yetakchi rahbar ayol Gavhar Alimova hududdagi ulkan bunyodkorlik ishlari, xalq turmush sharoitini yaxshilash yo'lidagi samarali faoliyati bilan shahar aholisi o'rtasida yuksak hurmat va e'tibor qozondi. Ko'p yillik fidokorona mehnatlari evaziga davlat mukofotlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni bilan Shuhrat medali, 2022-yilda Do'stlik ordeni hamda mahalla iftixori va boshqa shu kabi bir qator ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan. Bugun yutuqlar va mehnat haqida so'z ketganda shahar hokimi bu ishlarning barchasi yurtimizda xotin-qizlarga berilayotgan yuksak e'tiborning namunasi deya ta'kidlaydi. Albatta, shahar hokimi shahrimizni kelgusida yanada rivojlantirish borasida ulkan marralarni belgilagan. Har bir ezgu ishdan ko'zlangan asosiy maqsad shu muqaddas zaminda umrguzaronlik qilayotgan insonlarning hayotdan rozi bo'lib yashashlariga erishishdir.